bir adam başka bir bet qaraydı, yana bir adam başka bir bet qaraydı. Bunu almashtırıp kesim boldu. Bo'lmasa anlap turib kesim boldu. Sonra bugungi o'rgangan darsimiz qaysi bo'lsa, anglab tushunish va grammatik qismini bilamiz. Bunda avval bir ulgura berildi. Uning keyin qag'iniga bo'shirlarni to'ldirish bo'ldi. Shu bo'yicha davomlashdi. Uning keyin qo'shimchalarni qo'shib tamomlash. Yana bu mashq. Yana bu manda qarasanglar, bu chet el tili, masalan, amerikaliklar tuzgan kitoblar bo'lsin, ingliz kitoblar bo'lsin, yaponlar tuzgan chet yapon tili bo'lsin. Aslında mashqni ko'p nima qilgan. Ya'ni mashqni asos qiladi shu. Mashq ko'p berildi. Men shuni asosan bu kitob mashqni ko'proq asos qilib tuzdim. Uning keyin opiniyonni o'qilishi var niyada. Opiniyonni o'qilishi var. Buni keyinchi opinion yozmaylar ba'zida kanjini yozib qo'ydi ayirimiz. Men kanjini yozib qilib sizlarga harfni yaxshi o'rganib qolgan bo'lishi mumkin deb keyinchi o'qilishni yozdim. Uning keyin bu yerda bir nim bor. Almış javob savol javob shaklida mashq qilgan. Masalan, A bir odam bo'lsa, B bir odam bo'ldi. Ikkisiniki masalan, A odam 32 bet bo'lsa, B odam 120 bet anda echib turib, A o'qiydi, B shuni anglab turib to'shqir deydi miyalarni. B o'qiydi, B o'qigandan keyin A to'shqir deydi. Aş şekilde elip verildi. Sınavların mazmunları var. Bunun kendi kısık şekilde, yüzün tunustur şekilde makale yazışta buldu. Ahırda sözlük ve anlıkta diyaloglar buldu. Diyalog. Bu diyaloglar özara tunuşuş, onun kendi nimlerge amaraklık, nimlerini yakşı kırdıgarlık doğrultuda. Ahırda meşkler buldu. Bu meşkleri öğrengenimizin meşkleri, yani sözlüklerini işin asas koymuş. Yana diyalog girildi. Ondan ahırda diyalogda meşkle işiltimiz. Lekin eng og'ir bir mazmun qaysi bo'lsa, sallarni o'qish. Eng og'ir emas ekan. Sallarni o'qish, sallarni o'qishimiz, yaponcha sallar qanday o'qildi. Uning keyin sallarni o'qishning keyin mashqi bor yangi. Ahirdan da sözlük koydu. Ders bu şekilde uğurlaştırıldı. Bu şekilde tuzlandı bu kitap. Sonra eğer öğrenişini kalırsanız, o derslerge dikkat etmenizi ederseniz bu güzel. Men bir ilgili misal ve diyalogun birleştirildiğinden keyin qag'ini yozanlar giderse asan nimler bu. Bugünkü dersimiz anlap tushunish qismi. Yani anlap tushunimiz, uning keyin grammatik bilimiz. Bunun da asosligi ha, yani va deb o'qildi. Amaliyotda ha deb o'rganganmiz harf shaklini. Ha, hi, hu, he, ho deb o'rgangan. Nima? Endi ha harfi ingliz tilidagi amizarlarga o'xshash. Am, is, are, was, were bor. Bo'lsa degan ma'nosi bo'lgan. Masalan, I am a student degandagi am. He is a student. Uningdagi is. You are a student. Uningdagi are deganlar. Aslındaki aradan o'xshash ma'nosi. Yani bo'lsa degan ma'nosi bor. Bo'lsa degan ma'nosi bor. Endi yaponchaning grammatikasi biroz biznikiga o'xshab ketadi. Shuni ularga diqqat qilsangiz, uning keyin vadan boshqa no deganligimiz. No degan uyg'ur tilidagi ning kelish qo'shimchasi bor-ku. Igilik kelish qo'shimchasi ning degan. Masalan, uning, yalqunning, ahmadning, samatning, qashqarning, turpanning ovozi deganning, o'rimchininki baldir degandagi o'rimchining degandek. Aslındaki ning degan ma'nosi bor ekan. No. Yani inglizceki no deb yoq degan gap bo'ldi. O'qilish aslida o'xshash. Ya'ni o'qilishni etgan tip so'zlar. Uning keyin mu degan bir harf bor. Mu. Bu mu degan nima degan gap bo'lsa, uyg'urchadagi mu bilan o'xshash. Yana o'zining mu o'qilishi uyg'urchadagi mu bilan o'xshash. Masalan, olim mu.
Ahmet mu deymiz go mesela alim mu mektep geldi. Ahmet mu uxlavadı don. Egendiki mulan bar go aşağı indi. Bizden birinci cümle okuduk birinci cümle. Birinci cümle Yamakawa. Yamakawa diye edenin aslı ne balı bu? Yamakawa diye edenin ismi. Yamakawa-san. Yamakawa-san. Adette edenin ismine atağa baksa san, kün, çan, sama diyendek mişildik dengi. Mesela bunun mevzusu ne olsa efendim, hanım, şular var. Bigem, kanalilere diyendek ataklar var mısın bizde misin? Mesela Tursun Bey, Tursun efendim, e, diyendek. Endi kichik bolalarni, o'g'illarni kun deydi. Masalan, o'zimizning kichiklarga yani biroz yosh yani bir 3-4 yosh kichiklarga kun deb ataydi. Masalan, mendan 3-4 yosh odamlar meni kun chaqirganda ismimning keyiniga kun deb qo'shib qo'yadi. Bu ma'nosi yo'q, hech ma'nosi yo'q. Faqat o'zining kichikligini ifodalash, uning keyin hurmatini bildirish. Uning keyin san degan gap odatda normal ismini chaqirganda yalqon, Samat, Ahmad degan o'xshash. Hürmetim yok, tushirishim yo'q, normal. Endi samolyot deb ishlatib masalan, o'zimizning yesh cho'nglarni, endi yesh cho'nglar bo'lib bo'lganmi, yana hurmat sazovor kishilarni, ilm-fan olimlarini ashdan atagan vaqtda samo deb ataydi. Xaridorlarni atagan vaqtda, masalan, Yaponiyadagi pochtalarda xat kelgan vaqtda sizning ismingizni keyiniga samo degan bir kanjini qo'shib qo'yadi. U deganlik oliylar degan ma'noda kelgan. Hürmetlik mehmon deganlik. Hürmetlik ma'mavatanlik, hürmetlik yalqin deganlik shu. Asli ma'nolar deganlik. Endi va degan nazar bo'lganda bo'lsa degan ma'nosi bor. Gakse degan nima bo'ladi? Gakse deganga maktab o'quvchi degan gap. Gakse o'quvchi, gakse o'quvchi, gakse o'quvchi. Yamakawa-san wa gakusei desu. Yamakawa bo'lsa, Yamakawa degan ismi, Yamakawa bo'lsa degan va gakusei degan gap o'quvchi degan gap. Gakusei o'quvchi. Des degan odatda jumlalarning oxiriga qo'shib qo'yiladi. Normal bayon jumlalarning oxiriga qo'shildi. Normal bayon jumlalarning oxiriga qo'shildi. Normal bayon jumla deb ta'kidladi vallahi normal bayon jumlalarning oxiriga qo'shildi. Gakusei desu. Endi Yamakawa bo'lsa o'quvchi dedi. Endi ikkinchi jumla qarab qarang. Yamakawa-san. Yani Yamakawa-san va Yamakawa-san bo'lsa Kyushu Daigaku. Kyushu Daigaku degan so'zni tushunib bo'ldi. Kyushu Daigaku degan gap oliy maktab degan gap. Kyushu degan yerning ismi. Istanbul, Ankara degandek shaharning ismi. Kyushu degan gap Kyushu shu. Hiroshima degan bir shaharning ismi. Kyushu Daigaku yani Kyushu University degan gap. No degan gap nima degan? Kyushu University'ning gakusei desu. O'quvchi degan gap. Yamakawa-san bo'lsa o'quvchi dedi. Endi bu nani o'quvchisidir desak, Yamakawa-san bo'lsa Kyushu Daigakuno gakusei desu. Yamakawa-san bo'lsa Kyushu universitetining o'quvchisi ekan deb bildik degan gap. Endi uchinchi jumla qarasak, Honda degan gap masalan markadagi Honda deganni ko'rgan bo'lsangiz, Xitoycha Bintian deb qo'ygan. Honda degan gap adamning ismi bo'ladi, adamning ismi. Ham marka, ham adamning ismi. Honda-san. Mu dedi. Honda mu, ya'ni Honda adamning ismi bo'ladi. Honda mu Kyushu Daigaku degan kanji bo'ladi, kanji. Ya'ni kanji Xitoycha ba'zan o'xshab ketadi. Adi Tayvanning Xitoycha o'xshaydi, Yaponning kanjisi. Kyushu Daigakuno gakusei deganning kanjisi ma'lum. Gakusei degan o'qil ezilishi kanjisi Xitoycha o'xshaydi, o'xshaydi. Gakusei desu. Yamakawa-san wa Kyushu Daigakuno gakusei desu. Endi Yamakawa-san bo'lsa Kyushu Daigakuno gakusei desu degan ekan. Yani Yamakawa-san bo'lsa Kyushu universitetining o'quvchisi degan ekan. Endi ikkinchi bir shaxs shu Kyushu universitetining o'quvchisi chiqib qoldi dedi. Vaqt nima deymiz? Honda-san mu Kyushu Daigakuno gakusei desu. Honda-mu
Kyushuda, Kyushu universitetindeki o'quvchisi deydi. Masalan, olim Qashqardan keldi deydi. Yana Qashqarlikdan birisi o'tirdi bari. Mahmud degan birisi. Endi Mahmud mu Qashqarlik. degan vaqtda mu nalimiz deydi. Shuningdek yaponchada. Shu birdan boshqa bir chiqib bo'lgandan keyin ikkinchisiga endi mu nalimiz deydi. Mu nalimiz deydi. Sen ingliz tilmayda qo'ysan. I am from Uyghur. Desak, men Uyg'urdan keldim. Desak, endi ikkinchi bir Uyg'ur bo'lib qolgan bo'lsa, unda I am from Uyghur too dedi. Uyg'ur axir too deganlikda mu degan qo'shimcha bor inglizda. T O O ashuni too degan. I am from Uyghur dash and too degan. Men mu Uyg'urdan keldim degan. Shuningdek, men yerdagi mu ash mu degan ma'no bildiradi. Endi o'quvchilar ma'nosi Uyg'urchadagi ma'nosi o'xshab qolgan mu. Endi bosh o'rinni to'ldiramiz. Bosh o'rinni nimaga asosan to'ldiramiz? Shu hozir o'rgangan va anan mu no degan. Niyadiki bu odatda bu harfchi bo'llar. Jumla ichida yolg'iz kelsa va o'qildi bo'llar. Jumla ichida yolg'iz kelsa va o'qildi. Bo'lmasa ha o'qildi. Ashnidan ko'pincha hollarda yolg'iz kelsa va o'qildi. Boshqa so'zlardan birlashib kelsa ha o'qiladi. Ashnidan bu boshlardan nimadan to'shqirmas? Shu va, no, mu deganlar to'shqirmas. Endi boshlarni to'ldiramiz deyiladi. Kimu-san. Kimu degan gap adamning asli nima bo'ldi bu? Kimu. Yaponlarning asli. Yalqin degandek-ku. Dolqin, yalqin. Samat, Ahmad degandek adamning ismi shu. Kimu-san. San degan normal insonlarning qo'shib qo'ydi. Kimu-san bo'lsa yoki sizlar bu nima degan gap desanglar, apandan deb tushuncha, apandan deb tushunolsam bu yerda hech xato bo'lmaydi. Xato bo'lmaydi. Apandan deb tushunganlar. Kimu apandan deb tushunsa bo'ladi. Bu yerda. Kimu-san bo'lsa, Kimu apandan bosh o'rin Ryugakusei. Ryugakusei degan gapda chet ellik o'quvchi degan so'zni tugun bo'lgan qoldan qat'iy ma'rifatlangan. Ryugakusei. Ryugakusei des. Chet ellik o'quvchi degan. Kimu-san bo'lsa, Kimu-san bosh o'rin Ryugakusei bo'lsa deganda chiqib bo'ldim bu men. Kimu-san bo'lsa Ryugakusei des. Endi bunaqa bosh o'rinda Kimu-san Ryugakusei chet ellik o'quvchi desa, bu araliq nima demak? Bakarim beka muna qo'yilmaydi degan gap. Chunki ustida yana bir sinf chiqmaydi degan gap. Uni noni asla kelmaydi degan gap. Kimu-san nang deb demaymiz degan. Endi va qoldi degan gap qoldi. Endi va to'shqatib Kimu-san va Ryugakusei des. Kimu-san bo'lsa chet ellik o'quvchi. Endi ikkinchi jumla qaraylik. Ri-san bosh o'rin. Ri-san degan gap, ri degan gap bilan asli nima bo'ladi bu? Ri deb adamning asli. Chet elliklar asli, chet elliklar asli katagana shuni deb bergan to'g'ri. Ri-san, ri apandi deydi. Ri apandi san deydi. Ri apandi bosh o'rin Ryugakusei des deydi. Ryugakusei des. Nima degan gap? Ri apandi chet ellik o'quvchi dedi. 5 chet ellik o'quvchidan biri chiqib bo'ldimi? Chiqib bo'ldi. Kim? Kimu degan bir odam chiqib bo'ldi endi. Endi ikkinchisi ri degan bir odam chiqdi. Bu chet ellik o'quvchi ekan. Endi buni nima bo'ladi? Ri-san mu Ryugakusei des desam bo'ladi. Yo'q, men birinchisini ko'rmay turibman. Qasddan va'nalarni sanam xato bo'lmaydi. Ri-san va Ryugakusei des deysam to'g'ri bo'laveradi. Va'na san bo'ladi. Ammo birinchidan bir jumla o'qigandan keyin chiqdi. Biroq kelgandan keyin shuni munosa dal to'g'ri chiqadi. Dal to'g'ri chiqadi endi. Kimu-san bosh o'rin Ryugakusei des. Ri-san bosh o'rin oxir chiqdi. Ammo Ryugakusei deganga me'yor bo'lgandan keyin deb ammag'an ham ya'ni o'qilishini. Shuni to'g'ri tushunsan ekan. Endi ikkinchisi keldi. Ikkinchisi Kimu-san. Yana Kimu ekan bu. Kimu degan koreyalik nasmi deydi bu. Kimu-san bosh o'rin Kankoku. Koreya. Kankoku degan gap Koreya degan gap. Kan, ki, ka, kan, koku, Kankoku. Kankoku degan gap Koreya degan gap. Koreyaning poytaxti Seul-ku.
아시는 코리아. 한국 모시론留学生です. 되다. 한국 모시론留学生です. 되다. 그런데 키모산 모시론 한국 모시론留学生 되다. 근데 키모산 모시론 코리아 모시론 채널lik o'quvchi dedim. Bunda to'shqimiz Kimo-san wa Kankoku no ryugakusei desu degan gap. Sen bizning bog'u Jon bo'lsa amerikalik chet ellik o'quvchi deymiz. Amerikalik o'quvchi deymiz. Chet ellik o'quvchi deganimizda amerikalik o'quvchi degandan keyin amerikalik chet ellik o'quvchi bo'ldi shunda bo'lganda. Shuningdek amerikalik degandiki ashadagi no degan asliq bo'lgan. Amerikaning o'quvchisi desak bo'ldi. Amerikalik o'quvchiga shu Amerikaning o'quvchisi deydi. Amerikadan kelib bizga o'qiyotgan o'quvchi. Shuna Kankoku-no ryugakusei desu deydi. Kimo-san bo'lsa Kankoku-no ryugakusei desu. Bu knizni o'qiyapsan, shu kunda o'qiyapsan. Tushunsa, Yamakawa-san, yana Yamakawa-san va Yamakawa-san boshron Shumi degani nima? Qiziqishi degan gap. Qiziqishi Shumi boshron tennisi desu. Tennisi desu. Masalan, Ahmad uyg'ursini qo'ysak-chi, Ahmad boshron qiziqishi boshron tennisi. Tennis degan gap tennis top degan gap, bo'ladi. Tennis degan gap tennis top degan gap. Nima? Ahmad boshron qiziqishi boshron tennis top. Nima? Ahmadning qiziqishi bo'lsa tennis top. Nimaligimiz narsa Yamakawa-san Yamakawa-san no san chiqib demay bo'ldi. San no shumi Yamakawaning qiziqishi degan gap. Qiziqishi. Yamakawa-san no shumi va qiziqishi bo'lsa tennisi desu. Masalan, olimning dadasi bo'lsa direktor deganda-chi, olimning dadasi bo'lsa direktor, olimning dadasi bo'lsa rais deganda-chi, olimning dadasi bo'lsa senat sekretari deganda-chi. Shuningdek, olimning dadasi bo'lsa degandik ashimiz tuzilgan. Yamakawa-san no shumi Yamakawa-sanning qiziqishi bo'lsa tenisi. Ahmadning qiziqishi bo'lsa futbol o'ynash, Ahmadning qiziqishi bo'lsa kino ko'rish degandek biliyording. Inson biliyording. No va to'xtatamiz. To'rtinchi keldik. Honda-san boshron keizai gakubu. Keizai degan gap iqtisod degan gap bo'ladi. Iqtisod. Sen iqtisod universitet deb universitet borsa, nimada? Birinchidagi. Ashuni iqtisod keizai degan gap. Gakubu degan gap institut degan gap bo'ladi. Gakubu institut. Daigaku degan universitet, gakubu degancha universitet ichidagi gakubu degan gap. Gakubu, ya'ni institut degan gap. Institut, fakultet degan ma'noda bor. Gakubu. Keizai gakubuning iqtisod fakulteti boshron imni degancha im degan magistr degan gap bo'ladi. Master degan gap. Masterningki qisqartirmasi MRP im degan gap. Imni degan gap master ikkinchi yillikni bildiradi bo'ldi bu. Ni degan ikki degan ni deydi yaponcha. Imni degan gap master ikkinchi yillik degan gap ma'lum. Master ikkinchi yillik degan gap bildirdi. Shuna bu nima deb bu imni degan nima deb buni shuna qilib ketsanlar. Masterning ikkinchi yillik ekan deb bilsangiz. Endi Honda-san boshron iqtisod fakulteti boshron magistrlikning ikkinchi yilligi. Deganda Honda-san bo'lsa iqtisod fakultetining magistr ikkinchi yillik o'quvchisi deyiladi. Bizdan bog'on masalan Ahmad bo'lsa adabiyot fakulteti. Adabiyot fakultetiningki doktor birinchi yillik o'quvchisi deyiladi. Honda-san va keizai gakubu no
Magistr 2 yillik o'quvchi. Ana M ne degenge shu magistr 2 degenge shu magistr 2 yillik o'quvchi degan butun ma'nosi chiqdi-da vallah. O'quvchi degan nereden topib olmaydi. Deb turolmayman. Yani M ne degenge M ni ko'rsam ha magistr 2 yillik ekan deb bilsangiz yapınçıda. Yani başka yerga kirib qolsangiz bir boshqa ma'nolar chiqib qolishi Sonra bugunlik mushuncha ko'rsin. Undan keyin bu tuandagi jumlalarni qo'shimchalarni qo'shib tamomlang dedi. Buni yana shu va deganlarni ba'zilariga tehi qo'shmaydigan ahvollar bor. Sizlar aldash uchun berib qo'ygan nimalar, hammasi. Hammasi qo'shmaysizlar mana shu. Tuandagi jumlalarni qo'shib tamomlang degan. Masalan, birinchi X degan example degan gap. Yamakawa-san boshurun gakusei boshurun des deb qo'yapti. Endi Yamakawa Ahmad boshurun o'quvchi. Axirida masalan Yamakawa-san va gakusei des. Gakusei des bitti. Endi bu boshurun turdi qo'ygan. Bu boshurun aldab qo'yish uchun berilgan boshurun. Endi Yamakawa-san va gakusei des deb negizib qo'ygan. Yamakawa-san va gakusei des. Demek ma boşurun aldamçılık boşurun degende. Men ma qasddan berip qo'yganman buni mash qo'shqasin deb. Endi ma'nolarni izonlar ishlaysizlar. Kitap PDF nusxasini men amalla shu YouTube kanalımningki ostiga tushirib shirayan qilib qo'ygan bo'lmasa, ma imkon sekil yazsanglar men sizlarga bir amal qilib chiqib tushirib berayani, yo'llab berayan deb turman. Shuni ostiga imkon yazsanglar. Bo'lgancha bugunlik mushoyarchilik bo'lsin. Bugunlik o'rgangan mazmunimiz qaysi? Va, no, mu deganlarni o'rgandik. Va, mu, no deganlarni o'rgandik. Endi oxirida bugungi darsimizni bir takrorlaydi. Yaxshimisiz degan hajimimashdi. Tunji ko'rishga o'xsha. Hajimimashdi. Ahmad des, Arimo des, Alim des, Alim degan. Yaxshimisiz? Men Alim. Kyushu Daigaku Kyoiku Gakubu no 2年生です。Kyushu Universiteti'ndeki Ma'arif Fakültesi'nin 2. yıllık o'quvchisi. Shuni va tennis des. Qiziqishim bo'lsa tennis to'p, dozo yurishki, aloqalashib turayli, atajatsiz qilasiz, yo'l ko'rsatasiz degandek. Tunji qidim ko'rishganda shunda bir dialog ilib berildi. Yani bugunlik mazmunimiz mushada oxirlashdi. Keyin qator nuqtalarimizga ko'rishaylik. Xo'sh, salomat bo'linglar.